Ha, kim bor? Sovchilikka keldik. Sovchilikka? Dadasi? Ha? Sovchi keldimi? Uf, yanami? Yes. Voy, o'rgili. Bilaman, sovchilikka kelgansizlar. Kiringlar. Dadasi. Bugunni o'zida 4-chi. Shuning uchun men senga darvozani qulflab qo'ydim. Biling, уже z. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Voy, qizimiz shunaqa aqlli. Shunaqa odobli, shunaqa tarbiyali, ayniqsa parasati zo'rda. Ukajon, ber, ko'ylaging kirib bo'pti, yuvib beraman. Opa o'zi xos kiydim-ku. Ber dedim senga. Yaxshi ekan, opa. O'zi nima ish qiladi qiziz? Medin stock edi. Voy, zo'ru, kontraktni yo budjetmi? Kontrakt. Super. Ha, unda qiziz bitirib qolgandir-a? Birinchi kurs. Voy, qizlaringni budjetda o'qiydi deb eshitdik. Ha, endi teshik quloq eshitadi. Nima ham uni yuvmading? Opa bu sizni kosingiz-ku? Kerak bo'lsa yuvasan, tushundingmi? Tushundingmi, jipiroq yuv. Eshitdinglarmi? Bu hali yarmi. Mana shu ukasining qulog'ini cho'zirib, shalpang quloq qilib qo'ygan. Kuyovda onasi kim? Man. Yopishtiradi shonuri. Qiz balani qaysar bo'lgani yaxshi-da. Muhimi kiradi-ku. Voy, qizimiz 18 yosh bo'lgan bilan qo'lidan hamma ish keladi. Voy, ovqatlarni aytmaysizmi? O kekslarni ham pishiradi. Ha, lag'mon ham iladi quloqqa. Cho'zadi. Bo'lmasa biz O'zidan so'ramoqchisiz. Qizim nima deysiz? bilmadim, sizlar nima deysizlar shu? Qizinglarni bir ko'rsak bo'ladimi? Bir cho'yab kelsin. Iloji yo'q. Choy damlashni bilmaydi. Uy ishlarida vashshi nol. O'zimiz o'rgatib olamiz, yo'q demanglar. Yamman shurakansizlarda lekin. Oshga tushgan pashshadek. Ana itgan tur desa ketadi. Tur. Ha, ko'ryapsizlarmi? Sizlar ketmayapsizlar.